7 sinf o'quvchilari uchun kimyo fanidan 3-amaliy mashg'ulot. Mavzu: ifloslangan osh tuzini tozalash. Ifloslangan osh tuzini eritish. 20 ml distillangan suvga shisha tayoqcha bilan aralashtirib turgan holda ifloslangan osh tuzi oz-ozdan qo'shiladi. Tuz erimay qolgandan so'ng tuz qo'shish to'xtatiladi. Eritmaning tashqi ko'rinishi ko'zdan kechiriladi. Tuzning loyqa eritmasini filtrlash. Loyqa eritmani filtrlash uchun yelimsiz, g'ovay qog'ozdan tayyorlangan filtrdan foydalaniladi. Filtr tayyorlash. Kvadrat shaklidagi filtr qog'oz 4 ga buklanadi. Kvadrat chetlari yarim yoysimon shaklda voronka o'lchamiga moslab qaychi bilan qirqiladi. So'ngra yoyilib voronka shaklidagi konussimon filtr hosil qilinadi. Filtr voronka chetidan yarim santimetr pastda turgani ma'qul. Ikkinchi rasmda filtr tayyorlash jarayoni aks ettirilgan. Mana bu ifloslangan osh tuzining loyqa eritmasi. Ushbu eritmani filtrlash uchun maxsus qurilma yig'ib olinadi. Buning uchun bizga shtativ, filtr qog'oz o'rnatilgan voronka va toza stakan kerak bo'ladi. Shtativga filtr qog'ozi o'rnatilgan voronka o'rnatiladi va uning tubiga stakan o'rnatiladi. Qurilma tayyor bo'lgandan so'ng loyqa eritma asta-sekinlik bilan filtrlanadi. Suvda erimaydigan moddalar filtr qog'ozida qolib, filtrdan toza eritma o'tadi. Filtrdan o'tgan bu toza eritma filtrat deyiladi. Endi filtrat tarkibidagi natriy xloridni toza holatda ajratib olish uchun boshqa qurilma yig'iladi. Buning uchun chinni tigel olinadi va shtativga o'rnatiladi. Va chinni tigelni qizdirish uchun qizdirish moslamasidan foydalaniladi. Qizdirish manbasi sifatida spirt lampasi yoki urotrapindan foydalanish mumkin. Qurilma tayyor bo'lgandan so'ng filtratdan ma'lum bir hajm chinni tigelga quyiladi. Va asta-sekinlik bilan ehtiyotlik choralarini ko'rgan holatda spirt lampasi yoqiladi. Albatta bunda ko'zoynaklardan foydalanish kerak. Qizdirish davomida eritmani bug'lanishini ko'rish mumkin. Eritma bug'langan sayin tigelning tubiga oq rangli natriy xloridlar cho'kib boradi. Eritma tarkibidagi suv butunlay tugagandan so'ng qizdirish to'xtatiladi. Filtratni mana bunday bug'lanish natijasida ko'rishimiz mumkinki, tiniq rangli toza osh tuzi hosil bo'ldi. Ya'ni ifloslangan osh tuzi tozalandi. Bajarilgan ish yuzasidan quyidagi tartibda hisobot yoziladi. 1. Ishning mavzusi. 2. Bajarilgan ishda foydalanilgan jihozlar va reaktivlar ro'yxati. 3. Ishni bajarishdagi har bir qismni alohida nomlab, ishni bajarish tartibi qisqacha izohlanadi. Ishni bajarish jarayonida ishlatilgan asboblarning rasmi chiziladi. Sodir bo'lgan hodisalar yuzasidan xulosalar chiqariladi. 4. Ish davomida olingan natijalar yuzasidan yakuniy xulosalar bayon etiladi.